Yashiba Jamila, Baxmal tumanidanman, O'smat shaharchasida vrach bo'lib ishlayman. Tug'ruqxonada mana hozir Sabina singil, Dilorom singillar menda Carol Detox programmasini o'tdim. 2 oydan beri ichyapman. Mahsulotlari juda ham yaxshi. Men oshqozon osti bezimda pankreatit bor, xolesterin bor, pishiradigan sistemam yaxshi ishlamay, faqat ukollar bilan yurardim. Mana hozir 2 oy bo'ldi. Ancha birinchi oyda juda qiynaldim, конечно, birinchi ichib boshlaganimda. Ichimda og'riqlar bo'lib, ancha ishlab tozalandi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. No, конечно, unitasda juda yaxshi ishlab tozalandi deb o'ylayman. Keyin yengillik hosil bo'ldi. Hozir juda yaxshiman. Mana shu detox programmalarda yuribman. O'timda og'riqlar qoldi. Uyqularim yaxshilandi. O'zimga ham yengil his qilyapman. 6 kilogramga osdim. Ay, молодец.